Hammaga salom. Bugun sizlar bilan kolleksiya yaratish haqida gaplashamiz. Bugungi yaratadigan kolleksiyam imенно shu zdaniyalar haqida bo'ladi. To'g'rirog'i, men shu kolleksiya uchun Tailanddagi oq ramdan ilhomlangan. Va kolleksiya uchun birinchi kerak bo'ladigan narsa bu albatta foreskizlar. Bilmaganlar uchun bu foreskiz bu nabrosk sifatida chizilgan kiyimlar. Sizni bo'lajak kolleksiyangizni kichkina qilib chizilgan kiyimlar. Va bunaqa nabroskalar juda ham ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Odatda men 5 talik kolleksiyaga 20 ta yoki 30 ta foreskiz chizaman. Chunki bu rasmni butunlay ko'rishga yordam beradi. Men bu narsalarni gapirguncha videoda juda ham ko'p momentlar o'tib ketdi. Menimcha sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Meni ideyalarim va g'oyalarim. Уже ko'rganingizdek, men bu kiyimlarda arxitekturani elementlarini olishga harakat qildim. Va imенно xram arxitekturasidagi elementlarni, haykallarni kiyimni ichiga tushirishga harakat qilaman. Bu ham полностью oq rangda, lekin menimcha agarda kiyimni rostdan ham yaratganda ranglar bilan полностью hamma haykallarni rasmini detalni qilib chizib chiqqanda juda ham chiroyli chiqqan bo'lardi. Va shu yerda sizlarga savol, shu rasmlardagi qo'llarni men arxitekturani qaysi joydan olganimni bilasizlarmi? Kim bilsa shu savolga kommentariyada javob bering. Hammaga rahmat, hammaga